Assalomu alaykum jondan aziz jonlarim. Hammanglarni kirib kelayotgan yangi 2026-yil bilan tabriklayman. Umringlar uzun, rizqinglar butun bo'lsin. Xonadoninglarda hamma yaxshi tilaklar, niyatlaringlar ijobat bo'lsin. Sizlarni tabriklab, sizlarga 2025-yilda erishmagan niyatinglarga 26-yilda erishib, hayotinglar yangiliklarga, yaxshiliklarga boy yil bo'lsin. Bunaqangi yangi yillarni ko'pini ko'rib yurish nasib bo'lsin. Xonadoninglar obod bo'lsin, dasturxoninglar to'kin sochin bo'lsin. Farzandlaringlar kasal bo'lmasin. Hamma kasalliklar, yomon kunlar 25da qolib, 26-yilda birga yaxshi yilga kirib borish nasib bo'lsin. Ilon yili bilan xayrlashdik ekansizlar. Mana endi bu yog'iga ot yili bilan uchrashamiz, ot yil bilan ko'rishamiz va sizlar bilan yangi yilni chiroyli ko'rishib kutib olamiz degan umiddamiz. Sizlar bilan birga